Futbolchilar futbol orqali haqiqiy krasavchikka aylanganlar. Bruno Fernandes yoshligida hech qanday krasavchik emasdi. Uning tashqi ko'rinishi bilan hamisha masxara qilishardi, lekin bu unga ahamiyatli emas edi. U faqat futbol o'ynashni istar edi. Shu bois ko'p pul topgach, u barcha heytyorlarga isbotladi. Bu yerda papochka kim ekanligini. Hozir u sochini tartibga keltirib, chiroyli soqol o'stirdi. Salah ham yaqinda sochi tartibsizligi uchun masxara qilingandi. Odamlar uni soch turmasi tufayli klounga solishtirishgandi va bu haqda o'zini himoya qilish o'rniga u Turkiyaga bordi, soch transplantatsiyasi qildirdi va uni to'liq yasadi. Hozir u sochining rosti ideal va o'tgan yillarga nisbatan ham chiroyliroq ko'rinadi. Lekin haqiqiy go'zallik qiroli hozir Cristiano Ronaldo. U Unitedga kelganida faqat chaqaloqdek qizargan yuzli o'smir edi. Hozir esa soch transplantatsiyalari va yuz operatsiyalari bilan u haqiqiy super modelga aylandi.